Assalomu alaykum Shofir akalar, hammadan charchamayapsizlarmi? Qanaqasizlar? Shofir akalar, xudo xolasa, Farg'ona Satkakurida kechasi kunduzi ish. Bunga sabab hozir qishlik uchun mashina juda ham to'lib ketgan ustaxonada. Bolalar ishga isbet qilmayapti. Xo'p, Euro 6 mandi motorini Euro 5 qilib chiqayotgandiku, terish jarayonlari. Xudo xolasa, Vali blogi Euro 6 ni o'ziniki, gilza ko'lsasi 120 lik Euro 5 lik qo'yilyapti, tashi Euro 6, ichkari Euro 5 bo'lyapti. Mana 120 lik original mahli gilzalar, original mahli portionlar, original mahli ko'lsalar ishlatilyapti. Xudo xolasa, bunda ham har bitta qilinayotgan ishda mana jarayoni bo'lyapti. Xudo xolasa, keyin juda tomoq og'rib qolibdi edi. Keyin mana Euro 6 hop, manda 2022 ni terish jarayonlari, buni ertaga xudo xolasa tashab qo'yib yurgizamiz. Mana blogga olib tashlagan blogimiz, yangi bloglar qo'yib yurgizib tayyorlayapmiz. Keyin Euro 6 daf kelgan, bunga hop yo'q rasxod qilyapti ekan. Yo'q rasxod qilishining sababi ko'lsalari ketib qolibdi, gilzalari idealni ekan. Buni ham terib yurgizyapmiz. Hop, xudo xolasa ertaga yo'lning yuradi. Bu daf Volvo ekan bu. Volvo Euro 6 ni klashini almashtiryapmiz. Bunga sabab qizarib ketgan klatshlari. Qizarib chizilib ketgan, o'sha hisobiga buni ham ertagalikka yurgizib tayyorlab chiroyli qilib beramiz. Qolgan mashinalarimiz ham motorga, korobkaga kelgan mashinalar yoki peridoga, displaylarni almashtirganim. Kimga chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, Farg'ona Sakkakurga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.